Hürmetli ağzı ortaklar, bana fermer hocaligini tashkil qilib yaxshi ish qilgan ekanmiz. Açınla. Ha, açkayam shexta manakay. Bu tashkil qilganimizdan so'ng ko'p hikmatli gaplarni eshitib qoldik o'rtada. Hozir bir plastmasalik lasetini sotib, hozir BMW 5 klass degan chiqibdi, 4 ekis, Jeep Grand Cherokee degani ham bor hozir. Bizning xizmatimizni qilib bizdan fermer bo'lib yuribsizlar sizlar ham. Agar kursay bo'lmayotgan bo'lsang, meni oldimga kelsang, zakun jo'nataman uka. Mening bobo bo'lib qoldim. Birisi ochga davra qilib, ko'zlarim bo'lmay qoldi, mana qara ochga tag'ib yuribman. Mendan tez xabar olib turingizlar. Birisi ochga davra qilganman, 3 yil kontragim qolgan. Fermer buva bo'lib, meni pulsiz bo'lib qoldim. Axir menga yo'q gap xabarim bo'lsalar, men sizlarga qattiq xafa bo'laman deb berajan. Bobojonim, qondaylar bobom bordi. Endi kimni bobo deyman, bobom. Yetiga 40 pul dalama olsingizga pulni yashirib ketgan bobom deb javob bersangiz-da, shu fermer xo'jalik tashkil qilgan joyimizni yerni kovlasang, fuqsin arasiga $10,000 qolib ketdi-yo. Tek yeni tek